Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa zamonaviy uylarimizni, darvozaxonasini, 6 sotiyli kottejlarning darvozaxonasini yopdik. Oldiga chiqqan shapkasi bilan Xudo xolasa video obzorimizni qilamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek kottej, bu ko'cha tomonga chiqqan kazerosi shapkasi. Xudo xolasa juda baquvvat, juda chiroyli holatda bo'ldi. Endi Alloh nasib qilsa tunikasini ham yopib tugatyapmiz. Mana Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek konteyner materialdan foydalanilgan. Stoykalari o'zi darvozaxonasida, mashina turadigan joyda naveschani stoykalaridan qo'yganmiz ikki tomonga. Xudo xolasa juda baquvvat va chiroyli holatda chiqdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, endi ichkari tomonlardan bir ko'rsatamiz. Xudo xolasa 3 ta sarrob qo'yilgan o'rtaga. Bosh tomoniga devor urgani uchun sarrob qo'yilmadi. O'rtaga bitta, nari boshiga, oxir tomonga bitta sarrob qo'yilgan. Mana stullarimiz ko'rinishlari o'sha uydan chiqqan stullar, mana ko'rib turibsizlar, juda chiroyli holatda, uruvinda, baland pastlari, ligirovkalari hamma yo'q joy-joyida qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. Konteyner mahsulotimizdan Xudo xolasa qurilgan mana. Hozir tunikasigacha yopib, egasiga topshiramiz. Mana ichkari tarafdan ko'rinishi. Mana o'sha yerdan shapka chiqib ketgan holati. Mana hozir mana ko'rib turibsizlar. O'rtada ustun sarrobi 8 metrga sarrob qo'yilgan, bu ustuni. Bu ham konteyner profili bilan qilingan. Mana ko'rib turganlaringizdek. Bu tomonlari mana ko'rinishlari juda chiroyli holatda. Xudo xolasa tagiga patologiya qiladi. Boshqa ish qilinmaydi. Pena bosaman degan holatga tayyorlab berganmiz. Ustiga pena bosaman degan, hozir loy bosaman desa, o'rtasiga yana bitta xori qo'shiladi. 4 ta xorili bo'ladi. Bu tomonlardan ko'rinishi mana Xudo xolasa shu zamonaviy kottejlarni darvozaxonasini yopilishi shapkasi bilan Xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa kimga kerakli bo'lsa, o'sha odamlarga yetib borish uchun.